Nimaga mana qarang 5 yil yuribsiz. 5 yilda odam nechta doktorni o'zgartirib tashlaydi. O'zingiz haqingizda aytib bering. Turmushingizga necha yil bo'ldi? 13 yil bo'lgan turmushimizga. Va aniqlanmagan bepushtlik. To есть trubalaringiz o'tkazadi. Ha, o'tkazadi. Siklingizda muammo yo'q. Har oy hayz ko'radi. Xo'jayingizda ham muammo yo'q. Sahrli diabet bor edi, u ta'sir qilmabdi. Dedingizda, oxiri o'sha bitta sahrimiz minus bo'lib turibdi bizda. Uncha harakat qilsak ham bo'lmagani uchun ko'raylik. O'zi tuxumdondan qanaqa folikoz. Shunaqa deb tushuntirdim. Folikoz qanaqa chiqyapti deb. И 4 chiroyli embrionchi hosil bo'ldi bizda. O'shalardan ikkitasini bachadan ichiga ko'chirib o'tkazdik va mana bugun patsientkamiz homiladorlik, rejasi urib turgan, egizak homiladorlik, 9 haftalik bo'lmasa alhamdulillah, eson-omon, sog'-salomat, vaqt soatida bolajoningizni bag'ringizga bosib oling. Rahmat, kutganingiz. Qanaqa qilib bizga kelib qolgan edingiz o'zi? Boshqa klinikada uchrashgan edik desizlar. Unda siz endi ish boshlagan paytingizda, bu 5 yil oldin. Shuncha yil birgamisiz siz bilan. 5 yildan beri 5 yil oldin siz meni tanlagansiz. Qiziqqansiz qanaqadirda, keyin orada men sizni yo'qotib qo'ydim. Keyin boshqa klinikada topdim sizni. O'sha mana nimaga mana qarang 5 yil yuribsiz. 5 yilda odam nechta doktorni o'zgartirib tashlaydi-da. Bo'lmadi-ku, shuncha yuribman, buni ham sababini topolmadilar-ku. Sababi noma'lum bepushtlik deb beryaptilar-ku menga. Nimaga boshqa doktorga ketib qolmadingiz? anaqa nima yuragingiz qiladi deydi-ku. Qanaqadir ko'nglim topganman. Mana boshidan siz ma'ni aytganimni qildingiz-da, mana srazu kelishim bilan eko deb turolmadingiz. Nima tabiiy harakat qilamiz dedik, xo'p dedingiz. Keyin eko dedingiz, pulimiz hozir yetmaydi, inseminatsiya qilsak etsam, давайте qilamiz dedingiz. Keyin orada biz 1 yil, yarim yil sahr tushirib, diyeta qilib, ozgina o'zimizdan ustimizda ishladik. Men ozishim kerak edi, ozdim. Keyin ekoga qaytib keldik-da. Men bitta narsani tushunib yetdim, ekoda anaqa harakatdan to'xtash kerak emas derdingiz-ku. Nima qilib bo'lsa ham, masalan hozir ekoga pulim yo'q, yaxshi gap gapirdingiz. Hozir mana ekoga pulim yo'q deb odamlar tutib qoladi-da. Yo'q, harakatda barakat. Ozgina nima qo'lingdan keladi? Tavakkal qilish kerak ekan. Bizda ham o'zi keldi-da. Pulamiz o'zi keldi hammasi. Niyat shaqar harakat qilamiz, to'xtamaymiz dedik-da. Shu boshida aytardim, harakatdan to'xtash kerak emas deylik. Pulni gap qolsa nima qilamiz derdim-da o'zimda. Hozir o'zi mana tushunib yetibman, na samim to'xtash kerak emas ekan. Pul o'zi kelar ekan. Allohga tavakkal qilish kerak. Shu kunga nasib qilgan ekan. Ha, shu paytga, shu vaqt soati shu ekanda. Bizdan sababchi qilib bizga nasib qilgan ekan. Sizga shunaqa yengilliklarni aytish. Sog' salomat bolajonlaringizni qo'lingizga olib oling. Rahmat. Ekodan qo'rqib o'tirganligi nima degan bo'lardi? Qildirmayman. Allohga tavakkal qilish kerak. Birinchi o'chir. Qiynaldingizmi eko paytida? Yo'q, qiynalmadim. Semirib ketdingizmi ekodan keyin? Yo'q, semirmadim. Lekin 5 yil ichida tayyorgarlik ko'rayotgan paytda salomatligingizni tiklab oldingiz. Salomatligim tikladi. Xo'jayingizlar ham? Ular ham sahrlarini tushirdilar ancha. Ishladik-da, o'zimizdan ustida, na samim ishladik. Sog' salomat bolajonlaringizni qo'lingizga olib oling.